Assalomu alaykum aziz do'stlar, yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Hozirda Fresh Teze amaliyotini amalga oshirdik. Bemorimizda millionlagan urug'lari bor. Shunday bo'lsa ham bemorimiz boshqa klinikada 2 marta eko amaliyotini amalga oshirishgan, lekin natija bo'lmagan. Chunki bemorda erkakda spermatozoidlarida DNK fragmentatsiyasida muammo bor va martestida muammo bor ekan. Va bu shu sababdan biz teze amaliyotini amalga oshirishga qaror qildik. Ya'ni tuxumni o'zidan spermatozoidlarni olib, o'sha spermatozoidlardan XC yordamida demak homiladorlikka erishishga reja qildik. Hozirda urug'lar topildi, yaxshi sifatli urug'lar olib, demak birdaniga o'sha OPU amaliyoti kuni, ya'ni ayolidan tuxum hujayralari yig'ilgan kuni muzlatmasdan to'g'ridan-to'g'ri spermatozoidlarni foydalanishga yubordik. Inshaalloh yaxshi natijalar kutib qolamiz. Bemorimiz oldingi eko amaliyotlarni o'xshamaganligi sababi esa shu erkak kishi bilan eko markazi ishlamagan. Faqat ayoli bilan ishlagan, erkakka sperma topshirib bergan, o'shandan XC qilgan, lekin o'xshamagan. Shuning uchun xudo xolasa biz tuxumdan to'g'ridan-to'g'ri olib berdik. Inshaalloh yaxshi natija kutib qolamiz. Salomat bo'linglar.